Demak, bemorlar orasida to'satdan ko'zim birdan qorayib ketdi deyishadi. Bu qorayib ketish asosan nima bo'lishi mumkin? Bu albatta birinchi navbatda ulashishimiz mumkin o'sha bosh miyani qon bilan ta'minlanishini buzilish holati bo'lishi mumkin. Bu ko'pchilik aholining orasida uchraydigan gemoglobin pastligi, masalan, oddiygina misol bo'lishi mumkin, kamqonlik. Yoki qanaqadir birorta nevrologik kasalliklar bormi? Shunaqangi bir tumanlashadi, bir ochiladi, tumanlashadi, ochiladi. Bolalarda harakat rivojlanishdan ortda qolish, nutqiy rivojlanishdan ortda qolish, psixik rivojlanishdan ortda qolish holatlaridan biriga keladi. 10 yosh bola allergiyadan ko'z glaukom bo'lib qoldi va ko'z ko'rmay qoladi. Gormon bu yomon narsa emas. Qachonki to'g'ri o'rinda, to'g'ri paytda, to'g'ri dozada qo'llansa, bu yomon narsa emas. Biz ko'zning tubini ko'ramiz-ku. Qon tomirlarini ko'rib, boshingiz ko'p og'riydimi, so'rayman. Mana shu bemorlarda aynan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni shu taraf bossa og'riq bormi? Demak, keyinchalik agar ehtiyot bo'lmasa, nevralgiyaga yo boshqa kasallik o'tib ketishi mumkin. O'sha gipofizdan tekshirib qo'yish kerak. Ba'zida o'sha gipofiz bezidagi muammolar sizda jinsiy zaiflikkacha ham olib borishi mumkin. Assalomu alaykum azizlar, aziz tinglovchilar. Bugun boshqacha podkast qilyapmiz. Umuman ham ko'z bo'yicha men doktor Hikmatullo ko'z shifokoriman, hamda nevrologik muammolar bo'yicha nevropatolog taklif qildik bugun. Bahriddin aka Bahriyev va bular miyadagi ko'zga bog'liq muammolarni. Men ko'z bo'yicha bo'lgan muammolarni nervga bog'lab ikkalamiz birgalikda bugun o'sha ham ko'z, ham nerv muammolarini gaplashib o'tamiz. Bu juda ham aktual. Juda ko'pchilik odamlar keladi, ko'zda muammosi bilan keladi. Aslida boshda muammo bo'ladi. Yoki nevropatologga boradi, davolanadi, u aslida ko'zda muammosi bilan. O'sha narsa bo'yicha bugun siz bilan gaplashib va biz o'zimizni fikrlarimiz, bilimlarimizdan o'rtoqlashmoqchimiz. Men doktor Hikmatullo Ko'z nuri klinikasida ishlayman va biz ancha yillar davomida 20 yilga shu atrofida bizda ko'z bo'yicha bemorlarni davolab kelamiz. Katarakta, glaukoma, lazerni korreksiya, g'ilaylik, ptoz va boshqa ko'zda xiralik, uzoq yaqinda ko'rish xiraliklar bo'yicha biz Farg'onada, Qarshida, Buxoroda, Samarqandda, Ishtixonda hamda hozir yana ikkita filiallarimiz ochilyapti. Alloh nasib etsa, ularda ham asosiy ishimiz Toshkentda albatta ishlarni yuritib boramiz. Assalomu alaykum. Men vrach nevrolog, bolalar va kattalar nevrologi Bahriyev Bahriddin Rizvonqulovchiman. Hozirda mehnat faoliyatimiz hozirdagi Toshkent davlat tibbiyot universitetida nevrologiya kafedrasida o'qituvchi lavozimida va xususiy klinika Neyromed servis klinikasida vrach nevrolog, vrach bolalar nevrologi va kattalar nevrologi lavozimida ishlayman. Hozirda o'sha asosiy nevrologik kasalliklar ham bolalarda, ham kattalarda uchraydigan nevrologik kasalliklarda bemorlarni davolab kelmoqdamiz. Bu sohada aynan o'sha podkast qilishdan maqsad bu nevrologik kasalliklarda ko'zga bog'liqligi va ko'zni juda muhimligi, diagnostik ahamiyatga egaligi ham juda ham muhim hisoblanadi va ayrim holatlarda hamkasbim aytib o'tganlaridek ham ko'zdagi muammolarda nervga bog'liqligi bilan birgalikda ham oftalmolog, ham nevrolog birgalikda ish tutib davolaydigan holatlar, keyslar juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun albatta nevrologlar, oftalmologlar birgalikda o'sha kasallarni ko'rish to'g'ri keladi. Shuning uchun shu temani olib chiqishga maqsad qildik. Xudo xolasa inshaalloh to'liq yoritib beramiz degan umiddaman. Demak, bemorlar orasida to'satdan ko'zim birdan qorayib ketdi deyishadi. Bu qorayib ketish asosan nima bo'lishi mumkin? Bu albatta birinchi navbatda ulashishimiz mumkin o'sha bosh miyani qon bilan ta'minlanishini buzilish holati bo'lishi mumkin. Bu ko'pchilik aholining orasida uchraydigan gemoglobin pastligi, masalan, oddiygina misol bo'lishi mumkin, kamqonlik. Gemoglobin kamligida ham o'sha bosh miyada gemoglobin o'zining vazifasi
butun organizmga kislorod bilan ta'minlanish. Ya'ni gemoglobin kam bo'lsa, o'z navbatda bosh miyaga va butun organga kislorod yetishmovchilik, gipoksiya holati yuzaga keladi va shuni hisobiga boshda hujayralarda kislorod yetishmovchilik bo'lib, ko'z oldi qorong'ulash holati yuzaga kelishi mumkin. Bu oddiygina bitta misol bo'lishi mumkin. Endi ko'p bemorlar aytadi, ertalab turdim deydi, shunday boshimni ko'taraman deydi, shundoq qarasam deydi, narsani qorong'i ko'ryapman, yaxshi ko'rmay qolyapman deydi. Bu bunaqangi shikoyat bilan ko'zga kelib qoladi-da. Keyin biz uni aytamiz, ikkita narsani ko'ramiz deymiz. Birinchisi gemoglobiningizni ko'raylik, siz aytganingizdek, haqiqatan gap to'g'ri aytdingiz. Gemoglobiningizni ko'ramiz deymiz. Qoni ko'pchiligida aytadi. Ikkinchi shikoyatlar, men tirnog'ini ham ko'raman, tirnog'idan ham bilsa bo'ladi-yu, tirnog'ini ko'raman, keyin bosh aylanishini so'rayman. O'sha anoga qarab ketaman-da, o'sha qoni kamayganmikan. Ikkinchidan nevropatologga ko'rsatdingizmi deyman. Chunki ba'zida o'sha nevrologik boshqa kasalliklar ham beradi-yu, ko'zdagi qorong'ulash. Endi albatta ko'zda bosimni o'lchab ko'ramiz. Ko'zda bosimida ba'zida bo'lishi mumkin, ko'zda davleniyasi yuqori bo'ladigan bo'lsa ham, ko'zda ba'zida qorayib ketish, ba'zida unaqa qilish bo'lmaydi. Davleniy chiqadigan bo'lsa ham, davleniy chiqib tushib naqasa bo'lmaydi. Davleniy ko'zda chiqdimi, bu dori qilmasa yo qanaqa lazer qilmasa yo operatsiya qilmasa o'zidan o'zi tushib yaxshi bo'lib ketib, yana u unaqa narsa emas. Ko'z bosimi bitta oshdimi, bu sekin-sekin xiralash ko'payib ketaveradi. Hozir aytayotganday, zritelimiz savol berayotganday, ba'zida ko'zda oldi qorong'ulashib qolishi siz aytganingiz bo'yicha, demak, yo gemoglobin kamligi yoki qanaqadir birorta nevrologik kasalliklar bormi? Shunaqangi bir tumanlashadi, bir ochiladi, tumanlashadi, ochiladi. Nevrologik kasalliklar bo'lishi mumkin. Tumanlashib ochilishi, masalan, ayrim ya'ni vaskulyar kasalliklar, ya'ni qon tomir kasalliklar yoki bo'lmasa bosh miyani demilinizatsiyalovchi kasalliklari bor. Ya'ni demilinizatsiya bilan kechuvchi kasalliklari bor. Aynan bu autoimmun kasallik guruhiga kirib, asosiy oddiy misol qilib tarqoq skleroz kasalligini yoki optika milidevika kasalligini misol qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu holatda ko'pincha boshqa nevrologik qo'shimchalar ham bo'ladi, belgilar ham bo'ladi. Faqat ko'z oldi qorong'ulashi emas va ko'z oldi qorong'ulash bo'lganda bunda birdaniga yo'qolib, sog'lom ko'zdek bo'lib qolmaydi baribir. Ko'z oldi qorong'ulashadi, lekin ma'lum bir darajada saqlanib turgan holda bo'lib qoladi. Bu nimadan dalolat beradi? Aynan optik nerv bor. Ko'ruv nervini mielin qavatini yemirilishi hisobiga yuzaga keladi. Mielin qavati yemirilsa, mana oddiy kabelni bilsak, ya'ni kabelni ust qavat rezinasi yemirilsa, xuddi shu o'tkazuvchanlik buziladi. Bunda ham xuddi shunaqa. Agar ko'ruv nervini mielin qavati yemirilsa, bunda ham o'tkazuvchanlik buziladi va ko'zni ayrim sohalarda qora dog'lar paydo bo'lishi mumkin va ko'ruv maydoniga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. O'sha vypadение birorta joyda polizrenda o'zgarish beradi? Polizrenda o'zgarish beradi. Skatomalar bo'lishi mumkin yoki aynan ma'lum bir qismi, masalan, yarmini yo'qolishi mumkin yoki o'sha o'zgarishlar bo'ladi. Bizda o'shaning kompyuterning perimetri, bizda apparat bor. Kompyuterning perimetri bitta ko'zga 125 ming so'm turadi. Ya даже ikkita ko'zga 125 ming, uzr. Ikkita ko'zga 125 ming. O'sha bizda kompyuter perimetrida polizrenni aniqlab beramiz, chiqarib beradi. Qayerda o'sha skatoma bor, qayerda bu bor deb turib, biz nevropatologga jo'natamiz. Ba'zida keladi, bemor kelib tug'ruq paytida deydi, yo bir qanaqadir stressdan keyin ko'zim yaxshi ko'rmay qoldi deydi. Shunda tekshirib ko'ramiz, ko'zi sopa-sog'. Gavhar toza, ko'zda qora chiqib toza, ko'ruv nervi top-toza. Shamollash yo'q. Birorta o'zgarish yo'q. Ko'rsangiz, ko'rish juda xira. Keyin buni biz srochnikda MRT qildirasan va nevropatologga, neyroxirurgga, sosud xirurgga borasan, jo'natamiz. Shunaqa holatlarda ko'pchiligi nevropatologga bordimda deydi, lechini oldim. Shunday kelib, men shunday aytaman-da bemorga, sizni ko'ruv nervingiz sog'lom, siz ko'rishingiz ochilishi kerak deb turib. U haqiqatan nevropatologga lechini olib keladi-da, ko'zim ochildi doktor deb xursand bo'lib keladi. O'shanaqa bemorlar nima sababdan bo'ladi ko'proq? Ularda asosan xuddi yuqorida aytganimdek vaskulyar bo'ladi. Ya'ni biz bilamizki, stress o'tkazganda yoki tug'ruq jarayoni bo'lishi mumkin. Asosiy umumiy stress holatida qon tomirlarni o'sha kengayib, to'rayishi o'zgaradi va shuni hisobiga ma'lum bir darajada o'sha mana bosh miyada ensa sohasida ko'ruv markazi joylashgan. Asosiy shu markazlarda
umuman qon aylanish buzilish holati yuzaga keladi va vaqtincha o'tib ketuvchi ko'ruv maydoni yo'qolish, ko'ruv maydoni o'zgarish holati yuzaga kelishi mumkin. Bu albatta o'sha bosh miyani qon aylanishi bilan spazmda ham shunday beradi. Xuddi shunaqa o'sha tranzitorniy bo'ladi, ya'ni o'tib ketuvchi spazm bo'ladi va shuni hisobiga o'sha spazm bo'lib turgan paytda ko'ruvga ta'sir qilishi mumkin. Endi hozir bizda bemorlarimiz bor, ko'zdagi xiralik bo'yicha nerv qurishi bor. Atrofiya zrительного nerva. Ko'zini ko'ramiz. Nerv полный atrofiya bo'lgan. Biz nisходящий atrofiya zrительного nerva qo'yamiz, diagnoz. Ko'zda bosim bilan bog'liq emas. Nevrit zrительный nerva o'tkazmagan, shamollash o'tkazmagan. Lekin shu yo xiyazmada yo umuman boshqa bog'liq bo'lgan nerv qurishlari bor. Ularga, unaqa bemorlarga siz nima qanday ko'proq tashxis qo'yasizlar shunaqa holatlarda? To'liq nerv qurishi yoki частичный atrofiya zrительный nerva qisman qurishi bilan. Qanaqa yordam ko'rsatasizlar? Nima qilasizlar bunaqa holatlarda? Asosiy bizda ko'pincha uchrashi mumkin, ayniqsa yosh bolalarda atrofiya zrительный nerv bo'lishi mumkin, lekin unga qo'shimcha ravishda bolalarda harakat rivojlanishdan ortda qolish, nutqiy rivojlanishdan ortda qolish, psixik rivojlanishdan ortda qolish holatlari bilan birga keladi. Mana shu holatda biz сопутствующий, ya'ni yondosh diagnoz sifatida atrofiya zrительный nerv qo'yishimiz mumkin va asosiy kasallik sifatida o'zini holati. Masalan, oddiygina misol qilib, homiladorlik paytida onalar o'sha kasallangan bo'ladi yoki torch infeksiyalari bo'lishi mumkin. Mana shu torch infeksiyalari hisobiga bolada rivojlanib keladigan paytida, ya'ni bosh miyada o'zgarish bo'ladi. Yoki bo'lmasa oddiygina shamollash yoki bo'lmasa qanaqadir dori preparatlarni iste'mol qilib qo'yish oqibatida bosh miyada, ya'ni rivojlanib kelayotgan homilada bosh miyasida melinizatsiya jarayoni yetishmovchilik yuzaga keladi. Melinizatsiya jarayoni yetishmovchiligi tufayli bu holatlar yuzaga kelishi mumkin va atrofiya holatlari ham yuzaga kelishi mumkin. Bu aynan o'sha homila paytida va tug'ilgandan keyin bolalarda ayrim holatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tashqi ta'sirotlarga reaksiya qilmayapti yoki bo'lmasa oddiygina qorachiqlarni tekshirishimiz mumkin. Qorachiqlar ishlaverishi mumkin. Masalan, yorug'likka reaksiyasi bo'lishi mumkin, lekin qanaqadir nimadir jismlarni kuzatish. Asosan bu holat chaqaloqlarda 2 oylikdan boshlanadi, lekin 2 oydan keyin mana ko'pchilik kelishadi bemorlar, bola 5 oylik bo'ldi, 6 oylik bo'ldi, nimadir qaraganda kuzatmayapti. Ya'ni inson o'tib ketyapti, onasi yo boshqa tanimayapti. Demak, nimadirga taxmin qilib ko'riladi va shu holatda biz ko'ramiz, tekshirib va darrov oftalmolog ko'rigiga yuboramiz. Demak, bola ko'ryaptimi yo'qmi? Ko'pincha shu holatlarda atrofiya zrительный nerv ya'ni tashxisi qo'yiladi oftalmolog tarafidan va shu holatda demak biz bog'laymiz, bu homiladorlik patologiyasi, tug'ruq patologiyasi tufayli yuzaga kelgan va qo'shimcha ravishda shu dori preparatlar, o'sha melinizatsiyani yaxshilovchi dori preparatlar berishimiz mumkin. Bosh miyada qon aylanishini, oziqlanishini yaxshilovchi dori preparatlarni berishimiz mumkin bo'ladi. Bizda endi o'sha siz shunaqangi holatda konsultatsiyaga kelganda biz odatda bolani qorachiqni reaksiyasini ko'ramiz. Ko'pchilik o'zi atrofiya bo'lgan yoki частичный atrofiya zrительный nerv bo'lgan holatlarda, nervda qisman qurilgan holatlarda qorachiq reaksiyasi slabый bo'ladi. Keyin biz buni qorachiq kengaytiramiz, davleniyni ko'ramiz. Bizda IGD degan apparatimiz bor, qovoqning ustidan davleniya o'lchaydi. Chunki bola apparatda o'tirib bermaydi. Hech qachon kichkina bolacha, chaqaloqcha yoki o'lchaymiz, o'lchagandan keyin qorachiq kengaytiramiz. Agarki primo oftalmoskopiya qilamiz, oftalmoskop har doim stol ustida turadi. Chunki yosh bolachalar bizda shilyovkada apparatda ko'rib, lupa bilan ko'ramiz. Ikkita ko'z bilan bu bir maza qilib ko'rishda ko'z tubini. Lekin bola o'tira olmaydi. O'shaning uchun biz primo oftalmoskop bilan ko'ramiz. Avval zerkalniy oftalmoskop bilan ko'rardik, hozir zerkalniy oftalmoskop почти что ishlatilmaydi, faqat primo oftalmoskop bilan ko'z tubini ko'rib, ko'ruv nervini qanaqa holatda o'shani ilg'aymiz. Chunki bola yoq qarab tur, bu yoqqa qarab tur qo'ya olmaydi, big'illab yig'laydi. O'sha paytda siz ko'ra olishingiz kerak. Ba'zida qovog'ini ochib turadigan vikarashvitel qo'yamiz ko'zga. O'sha bilan ko'ramiz. Oftalmoskopiya qilib turib nevropatologga 3 ta narsani beramiz. Birinchisi ko'ruv nervining holatini, ikkinchisi arteriyalarda
va venalaringizda kalibri qanaqa kichkina arteriya toraygan, vena kengaygan yoki teskarisi umumiy sechadkani beramiz. To'rtpardan holat mana shuni beramizda, keyin o'shanga qarab turib nevropatolog biz tomonlama nimadir qo'shish kerak emas, uni o'zlaringiz hal qilaverasiz odatda. Lekin ko'pincha kasallar juda kech murojaat qiladi. Nerv to'liq qurib qolgandan keyin murojaat qiladi. Ko'zi boshlang'ich paytida bizda ko'p kelmaydi. Ko'zim sal-sal xirilishyapti, o'tib ketyapti deb turib yurib nerv qurib qolgandan keyin kelib o'tiradi-da, aka meni ko'zimni ko'rmay qoldim, yaxshi ko'rmayapman deydi. O'sha naqa bemorlar ham ko'pdir sizda ham? Ko'p, juda ham ko'p, ayniqsa e'tiborsizlik qilishadi, ayniqsa e'tiborsizlik o'zi yaxshi bo'lib ketadi, vaqti bilan o'tib ketadi. Lekin bu nervga o'tganda vaqti bilan o'tib ketadigan holat emas-da. Ayrim holatlarda agar kuchli ikkilamchi patologiya sifatida o'sha ko'ruv nerviga ta'sir qilsa, masalan, hozir mana bugun kelsa, bugun boshlangan bo'lsa, davo muolajasini boshlagan bilan 1 oydan keyin kelganda xuddi shu davo muolajasini qilsangiz, bugungidek natija bermasligi mumkin. O'sha ketdi-da, qancha nervlar o'ldi-da. U biza glaukoma degan kasallik bor, o'zingiz bilasiz, ko'zda bosimning oshishi bilan bo'ladi. O'shanda har bir kunda juda ko'p nerv o'ladi. Davleniya oshadi, har kuni nerv poteriya, uni tiklay olmaysiz. Biz aytamiz, sizda ko'zingizda glaukoma ko'ruv nervini shikastlagan. 10% qolgan. Ko'rishingiz, lekin nervingiz 98-99% qurib bo'lgan. 10% yonda sal ko'rish qolgan bo'ldi, всё. O'sha bir 1-2%lik nerv shuncha ko'rsatib turibdi sizga. Biz o'shani saqlab qolish uchun qilamiz. Yo bir 30% qolgan, yo 50% ko'rishingiz qolgan. O'shani saqlash uchun qilamiz deb tushuntirib aytamiz. Lekin aytamiz, burun tomoningiz o'zi ketib bo'lgan, nerv qurib bo'lgan, uni hech narsa qila olmaymiz. Faqat yonda ko'rishingiz salgina qolgan deb turib. O'sha bizning kasallarimiz o'sha har doimgi muammosi. Yo yana bir narsasi, glaukoma kasalligi uchun hozir alohida to'xtalamiz. Bu ham bosh og'riq bilan, ham ko'zda og'riq bilan keladi-da. Nevropatologlar davolaydi, boshda bilmaydi, ko'zda bosimini o'lchab ko'rmaydi-da. Yoki normal bosimli glaukomalar bor. Ko'zda og'riq, nervda og'riq berib, ko'zda jako'shli og'riq bo'lmaydi, boshqa og'riq berish mumkin. U ham xuddi shunaqa. Yoki zakritogolniy glaukoma bor, yopiq burchak glaukomalar bor. Kuchli boshqa og'riq beradi. Ko'z bilan boshqa kuchli og'riq beradi-da. Uni ko'zini davleniyasini tushirmasangiz, u bosh og'riq yaxshi bo'lmaydi. O'shaqa holatlar bor. Avval rosa lecheyni qilib keladi-da, keyin nerv qurib qo'ygandan keyin kelib turib doktor deydi, meni deydi davleniyam oshibdi ekan. Qachon bilding deydi? Kecha o'lchatdim deydi. U qachon boshlandi o'zi? Aytsa, "Men 3 oydan beri ko'zimda yaxshi emas" deydi. Boshim bilan og'riydi, men pastayan bosh og'riq dori ichamanda yuraman deydi. Shunaqa holatlar ham uchraydimi sizda? Bizda juda ko'p uchraydi. Ayniqsa bitta holatni aytib bermoqchiman shu o'rinda. Bir bemor keldi. Asosiy bu boshda kuchli og'riq va ko'z bilan og'riq. Ko'z bilan og'riq menga kelgangacha ancha-muncha davo muolajalari olingan. Ular ayniqsa o'sha davo muolajalari qilinganda hamma kerakli o'sha nosteroidni, ya'ni yallig'lanish qarshi dori vositalari ham qilingan. Qanaqadir achok, ya'ni qo'shimcha ikkilamchiliklarni yo'qotish maqsadida gormon preparatlari ham qilingan shu bemorga va umuman xurujsimon bosh og'riq bo'lgan. Xuddi ko'rganda, men o'zim ko'rganda shu xuruj paytida ham ko'rdim. Ayniqsa ko'zida yoshlanish, qizarish holatlarini ayniqsa ko'pincha bitta ko'zda, unda ko'p bitta ko'zda bo'lgan og'riq va ko'zda yoshlanish, qizarish bo'lgan. Va tekshirib ko'rganda, anamni yiqqanda bu to'satdan paydo bo'lgan. Bemor asosan 50 yoshdan oshgan edi. 50 yoshdan oshgan bemorda hamma kerakli bo'lgan davo muolajalarini olgan. Va qo'shimcha sifatida men endi bizaga o'xshash holat, ya'ni nevrologiyada bo'lishi mumkin. Klaster bosh og'rig'i degan tashxis bor. Klaster ensefaliya deyiladi, ya'ni yoki tutamli bosh og'rig'i. Unda ham xuddi shunaqa, ya'ni bitta ko'z atrofida og'riq bo'ladi, og'riq yonga tarqalishi mumkin, kuchli xurujsimon og'riq bo'ladi va og'riq paytida ko'z yoshlanishi mumkin, burundan o'sha ya'ni renariya, burun oqish holati yuzaga kelishi mumkin. Lekin bu holatda ayrim holatda
bir 3-4 kun lecheniya qilib ko'rdim, davom olajilari, lekin baribir xurujlar soni kamaymadi va shuni hisobiga xuddi shu bemorni sizni klinikangizga yubordim. Va unda tashxis qo'yildi adashmasam, ya'ni yopiq burchakli glaukoma tashxis qo'yildi va adashmasam operatsiya qilindi u bemor. Operatsiya qilgandan keyin bemor o'sha sog'lom hayotga qaytdi-da. Sog'lom hayotga qaytdi. O'shanda tushundimki, mana boshqa davom olajilari paytida mengacha kelgan holatda yallig'lanishga qarshi va ishga qarshi gormon preparatlari ishlatilgan. Va o'sha hamkasblarim bilan maslahatlashganda ham shu holatda ham gormon preparatlari yallig'lanishga qarshi bo'lgani bilan, lekin ko'zni ichki bosimini oshirar ekan, to'g'rimi? Shu holat, shunaqa vaziyat bo'lgan. Ya'ni bizda mana steroidli glaukoma degan narsamiz bor. Gormonni ko'zga tomizadi, ama allergiya bo'lganlarda biz aytamiz, odamlar allergiya ko'zida bo'lsa, gormon deksametazon ko'p tomizmang, gidrokortizon tomizadi, boshqasi tomizadi-da, ko'zini bosimini o'zi oshadi, o'zi normal bo'lgan bo'ladi. Lekin gormon yaxshilasa-da, shuni tomizsa ko'zda qizarish ketadi, qichishi ketadi. Lekin bu tez ta'sir qiladi. Bu narsa ko'zda burchaklarida shunaqangi suvni chiqarib ketadigan kanallar bor. O'sha suv chiqmaydi. Suvni shunaqangi ochiq burchakli steroidli glaukomani keltirib chiqaradi va u keyin nerv quriydi. O'zi yosh bola, 10 yosh bola allergiyadan ko'z glaukoma bo'lib qoldi va ko'z ko'rmay qoladi. Keyin tikila olmaysiz. Keyin men aytaman o bolaga, sen mendan ketyapsan hozir. Men senga gormon bermayapman. Bu dorilar kuchi zo'r, gormondek ta'sir qilmaydi. Allergolog bilan birga davolaymiz seni. Lekin gormonga qaytma. Gormondan sekin-sekin chiqaramizda gormon qaytma deymiz. Agar mabodo boshqa doktorga borib qo'ysang, menga emas boshqasi, albatta so'ra. Dorilarning ichida gormoni bormi, yo'qmi deb turibdi. Doktorlar ham bir haftaga dori gormon bersa, u yaxshi ekan deb turib yillab tomizib yuraveradi. Bu yerda bitta doktorda ayb emas, asosiy bemorlarimizda e'tiborsizligi ham bor-da. O'shani yillab tomizib keladi ko'ziga. Masalan, yo ba'zida operatsiyadan keyin gormon kapsullar beramiz. Tuzatish uchun u sxemasi bor. 3-2-1 sxema bor, 6 dan 1 gacha kamaytirish sxemasi bor. Uni biz davleniyani regulyatsiyaga olgan holatdagina biz ko'zga uni nazarchani beramiz. Lekin bemor yaxshi tushunmaydi. Pasaytirish kerak bo'lsa pasaytirmaydi. 2 oydan keyin kelaman deydi, hali ham shuni tomizib yuribman deb shuni qaraysiz, ko'zda davleniyat 34. Yuragingiz ushlaysizda, o deysizda, keyin uni pasaytiramiz. O'shani tushuntiramiz, o'shani qilamiz. Va ba'zi operatsiyalardan keyin ham davleniyat oshishi mumkin. Katarakt amaliyotidan keyin ham davleniyat oshishi mumkin. Va bu sekin-sekinlik bilan o'sha narsani vaqtida ko'z doktoriga ko'rsatmasa, bu keyinchalik ko'zdagi ko'rin nervidagi muammolarga olib keladi va ko'rin nervini qurishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun umuman olganda biz siz bilan birga ishlashimizda plus tomonlari juda ham ko'p. Chunki o'zimizga kerak bo'lganini bizda olaymiz. Sizga kerak bo'lgan siz tomonlama sizda olaysiz. Ya'ni uni birgalashib ishlamasak biz bemorlarni tuzalishga qiynalamiz. Hozir siz o'sha demilinizatsiya degan narsalaringiz, umuman o'sha ko'rin nervini shamollashiga bog'liq bo'lmagan, lekin bosh miyadagi o'zgarishlar bo'lib turib, ko'rin nervidagi o'zgarishlar bular albatta nevropatologda yordamsiz tuzatib bo'lmaydigan narsalar. Nevropatolog ko'z doktorida yuraversa, sizda atrofiya bor, keling men qon tomirlari qo'llanish yaxshilaydigan dorilarni qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz deb turib yuraversak, bu nevropatologda lecheniysiz uni to'xtatib qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Albatta. Shu o'rinda yana shuni aytib ketmoqchi edim Hikmatullaga. Mana gormon mavzusi ochilganida bemorlar o'ylashadiki, gormon bu yomon narsadir. Gormon bu yomon narsa emas. Qachonki to'g'ri o'rinda, to'g'ri paytda, to'g'ri dozada qo'llasa, bu yomon narsa emas. Xuddi shu joyda aytib ketmoqchiman. Mana o'sha yuqorida aytganimdek tarqoq skleroz, optika miyeli degan kasalliklarimiz bor, demilinizatsiyalovchi kasalliklar. Shu holatda organizmda autoimmun kompleks hosil bo'ladi. Ya'ni organizmni o'zini yemirishga o'tadi. Ya'ni miyelin qovoqlarini yemirishga o'tadi. Bu qo'zish davri deydi, stadiya obosтрения. O'sha paytida biz kasalga katta dozada puls terapiya gormon qilmasak, ya'ni 1000 mg, 2000 mg dozada gormon qilmasak,
bu qo'zishni to'xtata olmaymiz. Hozir endi mana bu deksametazondan nechta qilasizlar uni? U asosiy metilprednizolon preparati ishlatiladi. Metilprednizolon 1000 mg. Mana oddiy prednizolon 30 mg bo'lsa, bu taxminan 33 ta ampula degani. Bu puls terapiya. Puls terapiyada agar biz shu gormonni qo'llamasak, kasallik organizmda nerv tizimini, mielin qavatlarini yemirib boraveradi va ya'ni nogironlik darajasi oshib boraveradi. Uni sekin-sekin kamaytirasizda uni? Katta dozni boshlaymiz va sekin-sekin kamaytirib, tabletka variantiga o'tkazib qo'yamiz. Masalan, 1000, 500, 250 qilib, keyin tabletka variantiga o'tkazib, etap qilib sekin-sekin kamaytirib chiqaraveramiz. Endi mana shu gormon preparati bo'lmasa, shu holatda qo'shmasak, kasallik og'ir darajaga olib boriladi. Ya'ni o'sha defitsitlar, ya'ni yetishmovchilik, nevrologik yetishmovchiliklar ko'payib ketadi va qaytmas o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Uni keyin qaytarib bo'lish qiyin. Bizda ham bor unaqa. Masalan, ko'zda shamolashlar borda, nerv shamolashlar, nevrit retseptor nerva deyiladi. O'shanaqa holatlarda, retrobulbarniy nevritlarda, o'shanaqangi kuchli shamollash bo'lgan paytlarda, ko'zda o'zidagi kuchli shamollashlarda albatta gormon beriladi. Biz ham beramiz. Faqatgina ko'z ichki bosimini o'lchagan holatda. Ko'z ichki bosimini doim regulyatsiya qilgan holatda. Chunki biz operatsiyadan keyin masalan, ma'lum muddatdan keyin qayta ko'rish belgilaymiz. Asosiy ko'zda shamollash bo'lmasligi kerak. Asosiy ko'zda bosim yaxshi bo'lishi kerak. Asosiy ko'rish yaxshi bo'lishi kerak. O'sha narsani nazoratini olish uchun biz albatta bosimni ko'ramiz, bosimini o'lchaymiz. Biz hozir glaukomani juda ko'p operatsiya qilamiz. Pashti har kun glaukoma operatsiya qilamiz. Lazer har kun ishlaydi. Katarakta, glaukoma birga qilamiz. Glaukomani alohida o'zini operatsiya qilamiz. To есть ko'z butun ko'rmay qolgan holatlarda ham glaukoma operatsiya qilib, ko'zni kak a'zo sifatida saqlab qolish degan operatsiyalarimiz ham bor. Siklofotokoagulyatsiya deyiladi. Shunaqangi lazerlar bilan qilib turib, ko'zni bosimini normada ushlashga harakat qilamiz. Shu ko'z kak a'zo sifatida saqlash, kosmetik ko'zni olib tashlamasligi uchun ham operatsiyalarni o'tkazamiz. Endi o'sha umuman olganda sizning oldingizga bemor shikoyat bilan keladi. Boshim og'riydi deydi. Meni oldimga ham keladi. Ko'zim bilan boshim qo'shilib og'riydi deb keladi. Men bugun bitta bemor keldi. Bugungi bo'lgan narsani aytib beraman. Bola примерно bir 20 yosh, 25 yoshda bola. Sizning nomeringizni berdim men. Ko'z doktoriga borgan. Ko'ziga Darzop plus kapli bergan. Bu kapli davleni tushirish uchun. Davleni tushiradi. Ko'zida miopiya yuqori darajasi, -17 minusi bor. Bugun bo'lgan narsa, hozir bo'lgan narsa. 17 minusi bor. Ochkida ham bir 10% ga yaqin ko'ra yaxshi ko'rmaydi. Ochkisi juda xira. Kuchli og'riq bilan doktorga boryapti. Doktor ko'ryapti-da, endi bizda yomon joyi poliklinikalarimizda ko'zni bosimini normal o'lchaydigan apparat yo'q. Ko'pchiligida. Keyin Maklakova tonometri bor-u, kraskasi yo'q. Poliklinikalar ta'minlash hozir qiyin bo'lib qolgan. Va ko'z bosimini o'lchash uchun zilyonka bir nimalardan ishtirok etib, boyagi kraskalardan ishtirok etishga harakat qiladi. Ikkinchidan, opitniy medstralar kam. Shifokorda 50 ta qabul bor. U yerda bitta odamning ko'zini yaxshi aniqlab olish uchun vaqt kerak-da endi har bir kishi uchun. Hozir bir kishi bilan siz yarim soat shug'ullanib qoladigan bo'lsangiz, tashqarida odamlar yig'laveradi. O'shana qilib turib, poliklinikada sharoit zo'r emas, qiyin bo'lib qolgan. Частный klinikalarda sharoit bor, o'lchaydi, lekin pullik. O'sha ikki tomonni hisobga olishga bugun keldi kasal, ko'ziga davleniyaga dori tomizib yuribdi. 3 kunga dorini to'xtatdim. Mashinadan ushlab ko'rsam, shunaqasiga og'riq, sal ushlasam og'riq. Ozgina ushlasam og'riqda. Bu konkretno nevrologическida. Men boyagi anoda eskirishit qilish uchun frantit gaymertlar pastga egilasan deyman. Egilganingda luqillab og'riq beradimi deb so'rayman. Og'riq bermaydi. Unda birinchi nevropatologga borasan, keyin lorga borasan deyman. Shunaqa kasallarda shu holatda ko'pincha bo'lishi mumkin. Ko'z bilan bog'liq ham bosh og'riq, ham ko'z og'rig'ida nevralgiya, ya'ni uch shoxli nerv bor. Uch shoxli nerv nevralgiyasida asosan uni birinchi shoxi bosh miyani o'sha ichkaridan kirganda shu ko'zni butun shilliq qavatlarini ta'minlab, ya'ni nervus supraorbitalisdan, ya'ni yuqoriga chiqadi va shu sohada mana yuqori valley nuqtalari deyiladi. Yuqori valley nuqtasining birinchi nuqtasi, ya'ni xuddi shu foramen supraorbitalisni bosib ko'rganda
og'riq bo'lsa, demak, uch shoxli nervni zararlanish belgilaridan biri hisoblanadi va uch shoxli nerv zararlanish belgilarida ko'pincha bu xuruj bilan og'riydi. Doimiy sim og'riq kamdan kam holatda bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha xuruj bilan bir og'riq keladi. Og'riq 1 minutgacha davom etishi mumkin. Xuddi pulsatsiyalovchi loq og'riq keladi va og'riq yo'qoladi. Lekin mana shu og'riq paytida bemor hamma narsaga tayyor bo'ladi, hattoki o'z joniga qasd qilishgacha tayyor bo'ladi. Og'riqni kuchliligidan, og'riqni kuchliligidan, strelashi, ya'ni bir narsa, ya'ni otuvchi, ya'ni og'riq bo'ladi, juda kuchli va og'riq tarqaladi. O'sha peshona sohasiga, ko'zning ichiga, boshga tarqaladi. Bunaqa holat ko'p uchraydi bemorlar orasida, o'sha shoxli nervning birinchi shoxi zararlanishda. Hattoki shunaqa holatlar kuzatilganki, ko'pincha gerpetik ganglionit bo'lib, ganglion gaster, ya'ni gaster tuguni bor va shundan gaster tugunidan 3 ta shox tarqaladi. O'sha gaster tugunida zararlanish bo'lib, ya'ni gerpes qo'zg'atuvchi zararlar ko'zni shilliq qavatigacha gerpetik toshmalar toshib ketgan. Va foramen supraorbitalisidan chiqqandan keyin xuddi shu proyeksiya bo'yicha, nervni chiqish proyeksiyasi bo'yicha toshmalar toshib ketgan bemorda. Sochgacha bosib ketadi. Sochgacha bosib ketadi. Bu holat juda ham tasvirlab bo'lmaydigan holat, chunki haddan tashqari kuchli og'riq bo'ladi. Ko'zda o'zida ham shoh pardalari, shunday shoh pardalarni ko'rsangiz, polni gerpetiskiy eroziyagacha beraveradi, endoteligacha beraveradi. Butun yomon narsa bu narsa. Lekin bu nevropatolog davolaydi. Xuddi shunaqa holatlar ham juda ham o'sha kuzatilib turadi bemorlar orasida. Mana ko'z bilan, bosh bilan bog'liq bo'lgan og'riqlarni. Uni hozir agar faqat uni ko'z doktori davolarsa, uni tuzata olmaydi. Tuzatish qiyin. Yo'q, rosti, o'sha biz ko'z tomonlama dori beramizda, keyin nevropatolog sizga o'zi jo'natib turib, o'sha narsani jo'natib, o'sha soch bilan polni gerpes beradida. Butun bir yomon tasavvur qilish uchun qonab ketadi ba'zida, sochlarning tagi qonab ketadi. Shunaqa qilib turib keladi. Keyin kelib turib ko'zimda shunaqa berdi deydi. Ko'z ko'rasan, nevrologik bu kasallik. Ko'zga ham bergan, lekin asos sabab siznikida bu. O'shaning uchun biz yuqoridagi holatlarda agar masalan sizda ham shunaqangi muammolar bo'lib turadigan bo'lsa, ko'z bilan bosh birga og'risa, albatta nevropatologga birinchi borish kerak. Chunki bu ko'pincha nevrologik va ayniqsa mana shu joyingizdan kuchli og'riq beryaptimi? O'ylayveringki, bu shamollatgansiz. Buni o'zi asosiy sababi nima bo'ladi ko'proq? Asosiy sababi haqiqatan shamollatish, lekin shamollatish hisobiga har xil infeksiyalar, bakterial virusli infeksiyalarda ta'siri hisobiga yuzaga keladi. Ko'pincha yoshlar orasida ko'p kuzatiladi. Asosan nima deb kuzatish mumkin? O'sha ertalab boshini yuvadi, ko'chaga chiqib ketadi yaxshi quritmasdan, yoki bo'lmasa qizlar ayollar orasida kuzatilish mumkin. Sochi uzun bo'ladi, boshini yuvadi-da, yaxshi ko'pincha kechqurun yuvishadi. O'sha boshini yuvib yaxshi quritmasdan uxlab qolishadi. Ayniqsa o'sha yoz kunlarida oyna ochiq bo'ladi yoki bo'lmasa konditsionerli xonada uxlab qolish holati bo'ladi va shundan keyin ertalab uyg'onganda boshda kuchli og'riq, xurujsimon og'riqlar, o'sha uch shoxli nerv zararlanish bilan birga kechadi va ko'pincha ayrim holatlarda yuz nervini ham zararlanish bilan, hattoki yuz nerv zararlansa, yuzini bir yarmi ishlamaydigan holatda, qiyshayib qolish holatlarida uyg'onishi mumkin. Ya'ni bemorlar ayniqsa yoshlar orasida ko'p uchraydi. Demak, infeksion kasalliklar, ya'ni bakterial virusli infeksiyalar, shamollatish bu narsaga sabab bo'lishi mumkin ko'pincha. Shunday, o'sha meni esimda boya aytganingizdek, o'zimda gaymarit bo'lganda, endi studentman. Ko'z doktoriga borib ko'rsatdim. Ko'zimda o'zim, oyim ko'z doktori agar. Endi men institutda o'qiyman, endi oyim tumanda. Men institutda o'qigan paytimda shahardaman. Endi kuchli peshonam og'riyapti. Borib ko'rsatdim. Ko'z doktori ko'rdida, ko'rib davlengizni o'lchab yo'sani ko'zingda yaxshi. Nevropatologga bordi. Nevropatolog ko'rdi, seniki yaxshi, meniki emas. Ko'z doktoriga bordim. Shunaqa qilib turib, men endi studentman, birinchi kursman. Keyin oxiri bildimki, u gaymarit ekanda. Keyin gaymaroviy pazuxani yuvdi va doktor Xorazmdan endi. Keyin Xorazmga ketib bordi odam. Keyin men aytdim, o'sha og'riq berganda aytdim-da, men hatto keyin boshqa doktorga bordim, pazuxaga tushib yuvolmadi-da. Yaxshi yuvolmadi. Keyin
o'sha Xorazmga ketishga tayyordim-da. Shunaqa darajada og'riq yomon bo'ladi-ku. U ham xuddi shunday ko'z bilan, bosh bilan lo'qillab og'riq beradi-da. Keyin burnimda operatsiya qildirdim. Pazuxalarimni ochtirdim. Endi o'sha payt doktor bo'lgandim o'sha. Lekin shuncha payt menda o'sha oyda bir marta zo'r og'riq beradi. U og'riqni hech narsa yoqmaydi u payt. Hech narsa qila olmaysiz. Shunaqa bir yomon narsada faqat obezbolishiy ichasiz, boshqa qilasiz. Shunaqangi bir migrena podobniy og'riq berib o'zimni boshimda o'tkazgan narsam shu. Oxiri burnimda operatsiya qildirdim. Pazuxamni ochtirdim. Shu bilan alhamdulillah o'shandan keyin og'rimay ketdi. Mana o'zi alhamdulillah o'zi necha yil o'tib ketdi unga. U payt endi ko'z sohasiga ishlayotgan paytlarim operatsiya baraka topsin o'sha xirurgda men bir umr duo qilaman. O'sha bosh og'riqdan qutuldimda. Atak siz aytganingizdek bosh og'riq dori, hamma narsa, burunga sepadigan dorilar bizni sumkada hozir ham ishonsangiz, men hozir sumkamni ochsangiz, sumkamda bitta barsetkam bor. Ichida burunni kengaytiradigan dori, bosh og'riq dori, bir nechta dorilar doim turadi. O'shani men o'zi qolib ketganman-da, tushuntira olmayman. Qo'rquv, chunki u og'risa siz mayda 30 ta kasalingizni ham ko'rmaysiz, operatsiyangizni ham qoldirasiz, hammasi qolib ketadi-da. Shu darajada menda qolib ketgan o'shan. Siz aytganingizdek, hozir o'zini o'ldirishgacha boradi og'riq deyapsiz-ku. Shunday. O'sha narsa har doim menda yonimda dori bor, har doim. Menga kerak emas, men umuman, lekin nagatoy. Qanchadir paytda almashtirib, to'g'rilab turaman shu. Birovga kerak bo'lib qolsa shunday olaman, beraman. Bilamanda uni og'rig'ini chidab bo'lmaydi, kuchli og'riq. Demak, yana bitta xulosa qilib ketishimiz mumkin. Shu joyda nevrologik, ya'ni ko'zda, boshda og'riq bo'ladimi? Faqat oftalmologik emas, nevrologik emas, demak, lor kasalliklarda ham bu bo'lishi mumkin. Bu nima degan? Ya'ni har bir bemor kelganda differensial tashxis bu juda ham katta, ya'ni farqlash, ya'ni kasalliklarni bir-biridan farqlash juda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday. Bu deganimiz bitta o'sha ko'z doktori bilan cheklanmasdan albatta lorga, nevropatologga ko'rsatish kerak. Asosiy sababini, og'riq sababini topish kerak. O'sha bolada hozir bugungi bola ko'z davleniyasi deb turib yuribdi u aslida. U dorini to'xtatdim deyapman men. U dorini to'xtatib hozir endi bu yoq nevrologический lechensiyani qiladi. Shu bilan yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Va trenishni nevralgiya, uch oxir nervda o'sha bitta shoxi kuchli og'rishi. Lekin ba'zi holatlar bor. Mana shu o'sha joyda og'riq beradi, lekin kuchli emas. Faqat bosganda og'riydi. Hozir men bosyapman, menda og'riq yo'q. Lekin ularni bossangiz og'riq sezadi. Bir tomonni sezsangiz, bossangiz uncha sezmaydi. Bir tomonlama beradi. Lekin kuchli emas. Lekin o'sha og'riq boshiga postoyanno berib turadi. Bunaqa nima? Bu ham o'sha nevralgiya, lekin nevralgiya yengil ko'rinishlari hisoblanadi. Asosan qachondir bunga moyilda, asosan yuqoridagi belda bo'lgan bo'lsa, ya'ni shamollatib qo'ygan bo'lishi mumkin yoki gaymarit frontit o'tkazgan bo'lsa, nerv sezgir bo'lib qolgan. Va mana shu bemorlarda aynan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni shu taraf bossa og'riq bormi? Demak, keyinchalik agar ehtiyot bo'lmasa, nevralgiyaga yo boshqa kasallikka o'tib ketishi mumkin. Chunki men nimadan aytayapman? Xuddi shunaqa holat bilan endi avvallar nevropatologga jo'natsam, bizda kasal yo'q deb yuboribdi-da, qaytarib. Men o'sha nevropatologga boshqa jo'natmay qo'ydim keyin. Chunki bu ko'zniki emas, bu og'riq bu. Xo'p, nevralgiya deb faqat juda kuchli og'riqda nevralgiya emas, sal yengilroq bo'lishi ham mumkin-ku, yengil nevralgiya, yengil qanaqadir forma. Masalan, bizda ham glaukoma stadiyalar bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi degandek, glaukomani ham 4 ta stadiyasi bor. Xuddi shunday masalan glaukoma boshlang'ich bor, o'rta qismi delikatlashish, oxir terminali bilan 4-darajasi ko'rlik bilan tugaydigan kasallik. Xuddi shunday nevralgiyada ham shunaqasi bormi? Stadiya? Nevralgiyada asosan unaqa og'riqni darajasiga qarab yo'q, lekin masalan xuruj, uchoqli nervniki xuruj bilan bo'lishi asosiy kasallikni o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Xuruj bo'lsa, bu nevralgik trench nerva qo'yasiz. Shunaqa. Agar yengil og'riq bo'lsa, nevralgiya qo'ymaysiz. Yo'q, yengil og'riq bo'lsa, nevralgiya qo'ymaymiz.
unda bo'lishi mumkin o'sha nervni yengil zararlanishi va qo'shimcha kasalliklar hisobiga zararlanishi deb qo'yishimiz mumkin bemalol. Va bu holatda baribir o'sha nevralgiyaga o'xshash dori preparatlari, ya'ni nevralgiyani davolash uchun beriladigan dori preparatlariga o'xshash bo'ladi, lekin mana ayrim holatda doim biz berishimiz mumkin nosteroid yallig'lanishga qarshi dori preparatlar. Va mana agar nevralgiya qo'shiladigan bo'lsa, u preparatlar ta'sir qilmaydi. Biz beramiz, hatto antikonvulsantlar beramiz, ya'ni sudurga qarshi preparatlarni kuchli og'riq qoldirish effekti bor. U preparatlarni berishimiz mumkin, lekin bu yengil holatda nosteroid yallig'lanishga qarshi dori preparatlari bilan ham chiqib ketsa bo'ladi, davolanib chiqib ketsa bo'ladi. Shunaqa holat bor. Keling shu haligi qorachiqlarning nimasi haqida gaplashaylik, ha? Qorachiqni masalan bizga kelishi mumkin bemorlar. Travma bilan. Travma bilan bo'lishi mumkin. Travma bilan yosh bolalar ham yoki yosh kattalar ham travma bo'lgandan keyin anizakariya holati yuzaga keladi. Ya'ni bitta qorachiq katta, bitta qorachiq kichik. Ikki xil bo'lib qoladi. Shu holatda kelishimiz mumkin. Mana oldin ham videolar ko'p chiqarganman, Instagramga, YouTube'ga chiqarganman. Juda ham ko'p mana onalar yoki ota-onalar savol berishadi. Bolam yiqilib tushdi. Nima qilay? Yordam bering, doktor deydi. O'sha paytda men video qilib chiqqanman. Qaysi holatlarda xavotirlanish kerak va albatta tezlikda shifokorga murojaat qilish kerak, qaysi holatda xavotirlanish shart emas. Mana shu ko'p belgilar, ya'ni 10 ta, 12 ta belgilardan bittasida o'sha yerda qorachiqni katta, har xil kattalikda bo'lib qolishi degan joyi bor. Mana shu holat ham bir travmada, ya'ni bosh miyani yoki kasalni umumiy, ya'ni bemorning umumiy holatini xavf darajasi borligini bildiradi. Va mana shu holatda biz ajratishimiz mumkin. Mana oftalmologiyada doimiy, masalan, travma bo'lmasa ham boshqa holatda ham anizakariya, ya'ni ko'z qorachiqlari ikki xil kattalikda bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bizda bo'lishi mumkin, sog'lom bo'lib turib, travma bo'lganda anizakariya holati yuzaga kelib qoldi. U bo'lishi mumkin, lekin doimiy holatda men uchun masalan bilmadim, qanaqa oftalmologik kasalliklar balki bordir. Faqat glaukoma bor. Yoki travmadan keyin bor, midriaz beradi, qorachiq kengayib qoladi. Ko'pincha o'sha masalan glaukoma bo'lgan holatda ham bitta pristup beradi ko'zga glaukoma. O'shan bilan qorachiq ship kengayib qoladi. Yoki eng ko'p posttravmatik midriaz. Posttravmatik. Demak, glaukomada ham doimiy kengayish bo'lib beradi. Ha, doimiy kengayib qoladi. Faqat zakritokonli glaukomada. Открытоугольный glaukomada, ochiq burchakli glaukomada juda kam uchraydi. Unda ham sahal kengayish mumkin, lekin yopiq burchakli glaukomada qorachiq yirtiladi ko'pincha. Qorachiq kengayib, вообще kengayib qoladi-da, pristup beradi, ko'z qip-qizil bo'lib, og'riq berib, ko'ngil aynib, bosh og'rib, ko'z kuchli og'riq, ko'zda oldida ranglarga qarasa, yorug'likka qarasa ranglar ko'radi. Qarasa radojniy krugi deydi. O'sha kamalak ko'rib, ranglarni ko'rib qoladi. Mana shunaqa holat beradi. Yana bitta narsani bog'lab ketmoqchiman. O'sha nevrologik kasalliklarning ichida ham bitta kasallik bor. O'sha bosh og'rig'i bilan birgalikda yana ko'zda ham o'zgarishlar bo'ladi. Bu migren kasalligi. Bu aholi orasida juda ham ko'p tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Migrenda ham har xil turi bor. Aurali va aurasiz migren. Aurali migrenda bitta turi, masalan, retinalniya, ko'zda o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi navbatda qon tomirlar torayadi. Uni patogenezi keladigan bo'lsa, kelib chiqish sababli qon tomirlar torayadi va shu paytda bemorda belgilar boshlanadi, ya'ni aura deyiladi. O'sha bosh og'rig'idan darakchi belgilar hisoblanadi. Shu paytda bemorda har xil ko'z oldi atrofida zigzaglar uchadi, zigzagsimon chiziqlar bo'ladi yoki har xil dog'lar paydo bo'ladi. Sariq dog' yoki qora dog' paydo bo'lib, ko'zda o'zgarish bo'ladi. Va undan keyin patogenezda qon tomirlar darrov kengayadi va o'shandan keyin shu holatdan keyin kuchli xurujsimon bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Mana bu ham bir ko'z bilan nervni bog'liqligi. Asosan migren xuruj paytida boshni 1,5 og'riq bo'ladi. Og'riq paytida ko'ngil aynish, qayt qilish yuzaga kelishi mumkin. Og'riq paytida fotofobiya bo'ladi. Ya'ni yorug'likka qaraganda
og'riq kuchayib ketadi. Yoki fonofobiya bo'ladi. Shovqin bo'lganda og'riq kuchayib ketadi. Bu holat ham bir nevrologik kasal, ya'ni migren kasalligini bir belgilari hisoblanishi mumkin, ya'ni ko'rinishi, ya'ni retinal, ya'ni ko'zda o'zgarish bo'lib, shunaqa holatlarda nima dori berasiz? Shu holatlarda ikki xil davr bo'lishi mumkin. Mana birinchi navbatda aura bo'ldim, ya'ni ko'zda zigzaglar paydo bo'ldim, bemorga o'zini maxsus preparatlari bor, ya'ni triptanlar, sumatriptan, zol migren preparatlari bo'lishi mumkin, yoki suma migren preparati bo'lishi mumkin. U demak bosh og'riq bilan birga qo'shilib keladi. Bosh og'riqdan oldin bo'ladi. Birinchi aura bo'ladi. Ya'ni ko'z oldida zigzag yoki dog'lar paydo bo'ladi. O'sha paytda, ya'ni o'sha yuqorida aytib o'tgan dorilarni ichsa, bosh og'rig'i xuruji kamayishi mumkin. Lekin bosh og'rig'i boshlangandan keyin bu dorilar ta'sir qilmaydi. Faqat yengillik bo'lishi mumkin. Qanaqa kislorod, toza havoda kislorod, og'riq qoldiruvchi dori preparatlari o'shalarni berish mumkin. Yoki bo'lmasa toza havo aylanish yoki boshga muz, ya'ni sovuq narsa bosish, bu ham o'sha o'z navbatida yordam berishi mumkin. Demak, destruksiya bilan, ko'zda shisha smontanali destruksiya bilan keladigan bo'lsa, birinchi nevropatologga jo'natishimiz kerak. Albatta. Malades. Endi bittasidan aytaman sizga. Bizda bunaqa shikoyat bilan ko'p bemor keladi. Ba'zi holatlarda miopiya yuqori darajasida degan kasallik bor. Ko'zda minus yuqori bo'ladi. Ko'zda shisha smontani to'rparda butun ko'z kattalashaveradi-da. Ko'zda shisha smontanada o'zi tana kletkalardan iboratda. O'sha kletkalar parchalanadi. Shu ko'z juda katta-da. Ko'z ichi suyuqligini ushlab turadigan kletkalar parchalanadi-da. Yo bitta kuchli asab qilsa, yo udar olsa, yo ichi ko'p qotsa, yo ko'zda ko'p ish qiladigan odamlar, biz qichimayman, bu joyin qichi deymizda, ustida ezsa, juda ko'p ichi qotadigan odamlarda, yo o'sha shish smontanada plavishchi o'sha pomutniklar bo'ladi. Buni biz lazer bilan vitralizatsiya ham qilamiz. Endi unaqa narsa juda ko'p effekt bermaydi. Eng ko'pi bitta bemorim aytdi, doktor dedi, men dedi buni Trintal ichdim dedi. Ichganimga shu kamaydi dedi. 400 Trintal ichib kamaydi dedi. Komil aka degan bir Samarqandlik bemorimiz bor, miopiya yuqori darajasi bor. Keyin shu Trintal beramiz bemorlarga. O'sha so'rdiradi haqiqatan. Destruksiyani so'rdiradigan dori bitta shu beramiz. Boshqa bir tomchilar bor, yaxshi yordam bermaydi, achitadi, bir nimalar qiladi, effekt bermaydi. Demak, biza yana bitta biz uchun qo'shimcha bo'ldi. Demak, bu nevrologik kasalliklarda ham bu narsa berar ekan. O'sha migrenga yana bir to'xtalib o'tib ketsam, migren xurujlarida o'zini maxsus preparatlari bor. Profilaktika uchun va davolash uchun. Ya'ni og'riq paytida yordam beradigan va profilaktika qiladigan. Ko'pincha migren xurujlari surunkaliga o'tib ketadi. Ya'ni bir oyda 30 kun bo'lsa, 15 kun va undan ortiq kunlarda og'riq bo'ladi. Ya'ni qadriyat 15 kun og'riq turadi. Yo'q, og'riq to'xtashi mumkin, yana boshlanishi mumkin. O'zi aslida migren 4 soatdan 72 soatga, ya'ni 3 sutkagacha tinimsiz kuchli xuruj bilan og'riq bo'ladi. Bu paytda bemor umuman ish qobiliyatini ham yo'qotadi, hayot sifati ham tushib ketadi. Va mana shu xurujlar bo'laveradi, ya'ni qaytalanaveradi. Ya'ni bir oyda 15 kun va undan ortiq og'riq bo'ladi. Va og'riq mana shu oylar davomida 3 oydan ortiq bo'lsa, surunkali migren tashxis qo'yamiz. Va shu holatda dori preparatlaridan botulin terapiya qilishimiz mumkin. Botulotoksinni maxsus Premt nuqtalari bo'yicha 155 единицаdan 195 единицagacha maxsus nuqtalarga ukol qilib chiqamiz va shuni hisobiga migren xurujlari ancha kamayadi. Og'riqni intensivligi, agar og'riq 10 balli sistemani baholaydigan bo'lsa, bemor 10 ball baholaydigan bo'lsa, og'rig'i 2-3 ballgacha tushishi mumkin. Va bu og'riqlardan bemorlar 3 oydan 6 oygacha, hatto 8 oygacha xalos bo'lishadi. Bu ham bir yaxshi davolash, ya'ni profilaktika usullaridan biri hisoblanadi. Ya'ni migren, surunkali migreni bor bemorlarga botulin terapiya usuli ham juda ham yaxshi yordam beradi. Ya'ni 3 oydan 6 oygacha bemorlarni mana shu xurujlarda og'riqlarni kamayishga yordam beradi. Aynan o'sha aponevrozga, nimaga maxsus nuqtalarga, mushaklarga qilib chiqamiz. Mushaklarga qilganda o'sha boshdagi og'riqlarni kamaytirib beradi. Uni tayyor preparat aptekada sotiladimi? Aptekada sotilmaydi. Biz maxsus o'sha kuryerlar bor, shularga
buyurtma beramiz va buyurtmani olgandan keyin u muz ichida saqlanishi kerak dori. Bizda registratsiya bo'lganmi? Registratsiya bo'lgan. Muz ichida saqlanadi dori. Muz ichida saqlanadi-da, agarda muzda masalan issiqda turib qolgan bo'lsa, dori o'z kuchini yo'qotadi. Shuning uchun dori preparatini ishonchli odamlardan olish kerak bo'ladi va olib kelib muz ichiga sizlar uni qancha paytda bir ishlatasizlar uni? Asosan bemor uchun tez ishlatamiz. Botulin terapiya nafaqat migren kasalligida, boshqa spastikasi bor kasallikda ishlatiladi. Mana hozir podkast kelishdan oldin bitta bolalar serebral falajligi kasalligi bor va mana shu kasallikda bolada spastika bor. Ya'ni mushaklar qotib qolgan, tirishib qolgan, tovoni bosilmaydi yoki qo'li o'ziga birikib qolgan bo'ladi. Ya'ni qo'l harakati yo'qda, yana qotib qolgan, ochish qiyin. Shu holatda mana hozir botulotoksin qilib keldim. Protsedurani amalga oshirib mushakni bo'shashtiradi. Va mushak bo'shashgandan keyin reabilitatsiya uchun qo'shimcha imkoniyatlar ochiladi. Mashalloh, mashalloh, zo'r. Hozir bitta anarsam, bizda paralitik kasalliklar bor. Nesaдружественный kasalliklar bor. Umuman nesaдружественный kasal. Avval biza hammaga 100% ko'zda harakati bir tomonga bo'lmasa, ko'zga paralitik kasalliklar qo'yaverardik. Lekin keyin bildikki, ba'zida ko'zni ichkarida tortadigan mushakni o'zi bo'lmaydi umuman. Bo'lmaydi, tashqari tortadigan mushak bo'lmaydi. Ko'z ichkari tortib qolaveradi, bo'ldi. Ko'z tashqari harakat bo'lmaydi umuman. O'shana holatlar ham bor. MRT qilamiz, ko'z mushakchalarini, ko'z mushagi bor, ko'z harakati yo'q. Sizga yoramiz, ko'zda harakati qilib berasiz. Uni ham botulotoksin qilasizmi? Yo'q, ularga botulotoksin qilinmaydi. Asosiy davo muolajalari qilinadi. Davo muolajalarida agar o'tkir davr bo'ladigan bo'lsa, yallig'lanish qarshi preparatlar. Agar o'tkir davrdan o'tib ketgan bo'lsa, asosiy nerv oziqlantiruvchi, mielin qavatini mustahkamlovchi preparatlar beramiz va shunda yaxshi bo'ladi. O'sha masalan paralitik kasalliklarda ko'zni ichkariga kuchli tortib qo'ygan holatda o'sha mushtsan o'ziga botulotoksin qilish bizda bor. O'shani qilib, u lekin ko'p vaqt ta'sir qilmaydi. 6 oy примерно 3 oygacha ta'sir qiladi. Lekin ko'zni ko'rishini dangasalikda oldini olasizda. O'sha sizda masalan o'sha paralitik kasalliklar bilan tuzalmay qolgan bemorlar bormi? Bor. Siz o'sha narsani siz bilan birgalashib ishlashimiz kerak. Bizga kelasiz, operatsiya mo'ljallaymiz, mushtsani ochib beramiz. O'sha mushtsasiga botulotoksin yuboramiz. Kelishdikmi? Bo'ladi. Bemorga aytiladi shunaqa sizga ko'zingizga o'sha uni tuzalmaydigan qolgan ko'pda borda unaqa bemor. Endi ko'p deya olmayman, lekin oxirgi paytlar ko'z tegmasin, ko'zini harakatini qilib beryapsiz-da. Men hozir postelarni hali men ulardan so'rayman, operatordan so'rayman. Siz menga tashlab bergan holatlaringizda men o'zim bemorlarim ko'zini harakati ichkariga harakat yo'q, tashqari harakat umuman yo'q, ko'z ichkariga harakat tortib qo'ygan. Shunday ko'zi harakatda endi ko'rib turib maza qilasizda. Bitta narsani ko'rishda ikkitan narsa o'tadi. Endi hozir bu yog'iga hozir biz o'sha temaga o'tamiz, g'ilaylik temasiga. O'sha bo'yicha bir podrobno aytib bersangiz, shu juda xursand bo'lardim. Hozir demak, mielinovый o'sha migrena podobniy migrendagi narsalar bo'yicha hamma narsani aytib bo'lmaydi, конечно, juda ko'p muddat. Lekin hozir qisqa muddat ichida biz ancha temalarga o'tdik. Yana qo'shimcha anularingiz bormi? Migren bo'yicha o'sha og'riq bilan bo'ladigan holatlarda ko'zga ham beradi va boshqa ham beradi. Yana birorta qo'shimcha gaplaringiz bormi? Aynan migrenga bog'liq boshqa nimalar asosiylarini aytib o'tdik. Demak, surunkali migrenda botulin terapiya hozirgi kunda yaxshi yordam beradi. Maxsus nuqtalarga qilganda. Va ayrim o'zining preparatlari bor. Ya'ni gen injeneriya usulida olingan, o'zi umuman patogeneziga kasallikni kelib chiqaradigan patogeneziga to'xtaladigan bo'lsak, qo'shimcha moddalar ajratiladi. O'sha aytdik-ku, mana bu aura paytida qon tomirlar torayadi va shu paytda yallig'lanish faktorlari ishlab chiqariladi. Gistamin, serotonin, bradikinin, o'sha faktorlarni
keyin qon tomirlarini kengaytiradi va shu hisobiga o'sha yallig'lanish faktorlar og'riqni keltirib chiqaradi. Mana ayrim hozir dori preparatlari mavjud va yana ham ishlovda, hozir chet davlatlarda ham mana shu yallig'lanish faktorlarini bloklab qo'yadigan preparatlar. Ular ham maxsus o'sha vaqti bilan olib turiladi va bular ham yaxshi natija berib boradi. Bu yana ishlovda. Ajab emas, asta-sekinlik bilan ma'lum bir yillar davrlar o'tganda yana ham takomillashib migren kasalligidan ajab emas insonlar butun umr ya'ni xalos bo'lsa. Migren xuruji bor, bu asosan ko'pincha genetik faktorlarga ham bog'liqda. Genetik faktorlarga ham o'sha agar onada bo'lsa qizga o'tishi mumkin yoki 3:1 nisbati ko'pincha ayollar kasallanadi, erkak masalan 3 ta ayol bitta erkakka to'g'ri kelishi mumkin. Masalan ayollarda ko'pincha bo'ladi. Demak, xotin bo'ladigan bo'lsa, xotinda migren bo'lsa? Yo'q. Ona migren bo'ladigan bo'lsa farzandlarga o'tishi mumkin. Ya'ni aynan qizlarga ko'proq o'tishi mumkin. O'g'illarga o'g'illarga ham o'tadi, kamdan-kam holatda. Ko'pincha qizlar. Umumiy populyatsiyani oladigan bo'lsak, 1000 ta bemor bo'lsa, hisoblab chiqsa ayolga erkak qilib 750 tasi ayolga, 250 tasi erkakka to'g'ri keladi. Demak, ayollarda ko'proq uchraydi. O'sha praktikamda ko'rishim bo'yicha migren endi doimiy inson bilan birga kechadigan kasal. Inson borki, migren bor. Surunkali bo'ladi, doim birga bo'ladi. Faqat ayollarda bir Allohning mo'jizasi sifatida homiladorlik payti migren xuruji kamayadi. Og'riqlar kamayadi. Lekin shunaqa holatlar ham bor. Bitta ikkita uchrab turadi, homiladorlik payti ham to'xtamaydi. Lekin ko'p aksariyat ayollarda homiladorlik payti xuruj kamayadi, og'riq kamayadi va klimaks yoshdan keyin, ya'ni klimaks bo'lgandan keyin, hayz ko'rish to'xtagandan keyin migren xurujlarida aksariyat ayollarda kamayishi, og'riqning intensivligi kamayishini kuzatishimiz mumkin. Endi bunda ham bitta ikkita holatlar bor. Klimaks bo'lgandan keyin ham og'riqlar, o'sha og'riqlar, kuchli og'riqlar bo'lishi mumkin. Kamdan-kam holatlar bor. Lekin bitta qiziq tomoni shu ayollar ba'zilari pastan og'riq bilan yuradi. Shunaqa. Bitta aytsangiz, men deydi, doim bosh og'riq bilan yuraman deydi. Qanaqa qilib turib yuradi ular? Ularga lichin neuropatologga borib lichin tuzata olmagandanmi? Nima? Yo'q, ayrim holatda endi hozir juda ham insonlar orasida asabiylik holatlari juda ham ko'p. Asabiylikda endi uydagi muammolar bo'lishi mumkin, farzand tarbiyasidagi muammolar bo'lishi mumkin, ishdagi muammolar bo'lishi mumkin. Doim inson o'sha stressda yurishi mumkin. Va mana shu stress oqibatida ham tushkun kayfiyat, oddiygina yengil og'riqda ham stress oqibatida kuchli og'riqdek tasavvur qilish mumkin. Ya'ni og'riq kuchayib ketgandek holat bo'lib, tushkunlik ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni og'riqni doim og'rig'im bor, tushkun kayfiyat, shunaqa holatlar ham ko'p kuzatiladi. Umumiy tekshirganda, sekin-sekin o'sha savol javob qilganda anamz yiqqanda og'riqlar bo'lmagan holat ham kuzatilishi mumkin. Yoki mana zo'riqish bosh og'rig'i degan holat ham, ya'ni birlamchi bosh og'riqlarda nevrologiyada 3 ta bosh og'rig'i bor. Birinchisi migren, ikkinchisi zo'riqish bosh og'rig'i, uchinchisi shu yuqorida aytgandek klaster bosh og'rig'i bo'ladi. O'sha birlamchi bosh og'riqlardan 3 tadan bittasi bu zo'riqish bosh og'rig'i hisoblanadi. Bu zo'riqish bosh og'rig'i nima bo'lishi mumkin? Doimiy surunkali charchoqdan, surunkali stresslardan yuzaga kelishi mumkin yoki to'yib uxlamaslikdan holatlardan, ya'ni to'yib uxlamaslik, doimiy charchoq holatlardan yuzaga kelishi mumkin va bu bosh og'riqlari surunkali davom etadi. Hatto 7 kun, 10 kunlab davom etishi mumkin. Ya'ni zo'riqish bosh og'rig'i surunkali bo'lib, bosh og'riqlarining kunni davomiyligi uzoq vaqt bo'ladi. Xuddi boshiga og'ir bir kaska kiyib qo'ygandek bosh og'rig'i bo'ladi. Ya'ni boshiga kaska kiyib qo'ygan, boshi og'irdek tuyuladi va bu bosh og'rig'ini ham o'zini o'sha maxsus davolash usullari mavjud. Shu davolash usullarini qilganimizda og'riqlar yo'qoladi. Ishlay olmasa kerak odamlar. Shunaqa, ish sifati ham pasayib ketadi, hayot sifati ham pasayib ketadi. Tasavvur qilyapman. O'zi umuman olganda o'sha bosh og'riq bilan ko'p keladi odam. Menimcha sizda ham juda ko'p bo'lsa kerak bosh og'rig'i. Endi bizga endi ko'z bilan birga og'rigani keladi yoki biz ko'zning tubini ko'ramiz-ku. Qon tomirlarini ko'rib siz boshingiz ko'p og'riydimi so'rayman. Bitta aytadi, doktor, men boshim juda ko'p og'riydi deydi. Birinchi nevropatologga borish kerak bo'lgan odam o'shada. Ko'z tubini ko'rasiz, qon tomirlarini ko'rganingizdan keyin aytasiz, bu qon tomir bilan bosh og'rimasligi mumkin emas. Yo bola slabый bola. Ko'zning tubini ko'rasiz, qon tomirlarini ko'rasizda,
bolangiz bosh og'riydi, bosh og'riydi, juda ko'p bosh og'riydi. Uni ikkita mutaxassis, nevropatolog, lor, обязательно ko'rsatdim. Ko'rib turib, burni qiyshiq bo'ladi, nafas olish yaxshi bo'lmaydi, boshga spazm beradi, og'riq beradi. Yoki siz tomonlama kasalliklar beradi. No, ikkalangiz birgalikda lor bilan birga davolasa, o'sha bola maza qilib dars qila oladi keyin. U bosh og'rig'i bilan bola normal dars qila olmaydi-ku. Unaqa bemorlar ham ko'p bo'lsa kerak. Albatta, shu o'rinda agar aytib o'tib ketsangiz yaxshi bo'lardi. O'sha ko'zni tubida ko'rganda qaysi belgisidan bilib olishingiz mumkin bosh ko'p og'riganini. Men eng ko'p sezadigan narsam arteriya qon tomirlar norma turadida, vena qon tomirlar torroq bo'ladi. Chiqib ketish attok kam bo'ladi. Yoki pulsatsiya ko'raman. Pulsatsiya ko'ramanda masalan biz 2 ga 3 nisbat aytamizda. Masalan, arteriya o'sha 2 qanlikda bo'lsa, 3 qanlikda vena bo'lish kerak. Men nerv atrofidagi arteriya venalar sanab chiqaman. Nechta bor atrofida? O'sha sonini oshishi ham, qon tomirlar ko'payishi, o'sha ham boshqa og'riq beradi. Qon tomirlar zo'riq pastayan og'riqda yuradi-ku. U qon tomirlar qo'shimcha qon tomirlar o'sishiga ham olib keladi. Nerv atrofida. O'sha ham beradi. Undan tashqari o'sha eng ko'p uchraydigan o'sha arteriovenozning соотношениесida vena bilan arteriyani bir-biriga juda katta farq bo'lmay qoladi. Arteriya bilan venani bir-biridan juda katta farq bo'lmay qoladi. Bu katta narsa o'zi aslida. Chunki bu sosud izmenini ketyapti bu yerda. Qon tomirda o'zgarish bo'lyapti bu. Demak, o'sha belgilari bor, maxsus vena kichkina bo'lib qoladi va shuni hisobiga boshga keladigan qon yaxshi, lekin chiqib ketishi yaxshi emas. O'z navbatda boshda qon, ya'ni dimlanishi, ya'ni gipertenziya holati yuzaga kelishi mumkin. Demak, shundan belgilardan bilib olsak bo'lar ekan. Yana ko'p narsa qiladida, boshda cheritnoyni o'lchaydi-ku. Cheritnoyni o'lchaydi-da, yo noto'g'ri o'lchaydimi, cheritnoying bor deb beradi. MRT qilasiz? Cheritnoy belgilari yo'q. Yo'q deydi. Bu nima bu? Aynan shu narsaga ham yana to'xtalib o'tishim kerak. Bu echoensefalografiya tekshiruvi. Echoensefalografiya tekshiruvi asosan 80-yillar, 70-yillar davrlarida ishlab chiqarilgan apparat hisoblanadi. Echoensefalografiyada u paytda MRT, MSKT bo'lmagan, ya'ni tekshiruvlar bo'lmagan. Bu apparat boshda qanaqadir travma oqibatida yoki qon quyilishi oqibatida boshda siljish bormi yoki yo'qmi, o'shani aniqlash maqsadida ishlatilgan, yoki o'simtalar bormi? O'simtalar bo'lsa ham o'z navbatda bosh miyada siljish holatlari, katta holatlarda o'zgarishi mumkin. Shu holatlarda diagnostika sifatida foydalanilgan. O'zi aslida cherepnoy davleniyani echoensefalografiya apparatida o'lchab bo'lmaydi. Cherepnoy davleniyani maxsus o'zini, masalan, agar haqiqiy o'lchayman desa, punksiya qilinadi. Ya'ni orqa miya punksiya qilib, o'sha maxsus bosimni o'lchaydigan apparat qo'yib o'lchash mumkin. Lekin punksiya qilmasdan agar bosim kattalashishi bo'ladigan bo'lsa, MRT, hozirgi kunda zamonaviy MRT bor yoki kompyuter tomografiya tekshiruvlari bor. Shu tekshiruvlardan bilib olsa ham bo'ladi. Ya'ni agarda bosim oshgan bo'lsa, subarachnoidal bo'shliq kengayishi mumkin yoki yon qorinchalar, 3-chi, 4-chi qorincha, ya'ni normada o'zi bo'ladigan qorinchalar bo'ladi. Uni ichida o'sha suyuqlik bo'ladi, likvor suyuqligi deyiladi. Likvor suyuqligini bosimiga o'sha qaraladi. Agar bosim baland bo'lsa, qorinchalar kengayib ketadi. Qorinchalarni o'lchamiga qarab, subarachnoidal bo'shliqni pardalar orasidagi o'lchamga qarab, uni, ya'ni bosimni oshganligini bilish mumkin. Lekin echoensefalografiya tekshiruvida bosimni aniqlash yo'q, aniqlab bo'lmaydi. Funksiya qilmaysiz-ku o'z bemorni. Funksiya qilmaymiz, faqat o'sha MRT yoki MSKT tekshiruvga yuboramiz. MRT, MSKT chiqarish mumkin, chiqarishi mumkin. Lekin men hozir sizga aytgansam, o'zimni farzandimni o'lchatdi. O'sha echoensefalografiya boshda davleniya bor deb turib, men shuncha lecheniya berdi. Endi boya ko'rsangiz, endi lecheniyasini keyin sizga olib keldim, ko'rsatdim. Siz birinchi MRT qildingiz. MRT qildik, MRTda top-toza, yaxshi berdi. Sizda gap qilgansizda, agar men
u doktor bo'lmasa men u lecheniya olardim-da, to'g'risi. Olardi, ta'siri bo'lmasdi yani. Men to'g'risini aytsam hozir nima deydigan bo'lganman? Viloyatlarga boraman-da, ba'zi boshqa viloyatlarga borganimda siz bormaysiz u yoqqa, ko'pchilik bitta Qarshiga borasiz, baraka toping, shu Qarshiga bemorlarni jo'nata olaman. Lekin men boshqa viloyatlarga borganimda men har doim aytaman, 3 ta nevropatologga ko'rsat deyman. Uchalasi bir xil chiqsa, kelishing deyman. Agar chiqmasa, mana shu doktorga Toshkentga bor deyman. Chunki bizda ko'z doktorlardiki unday emas. Bizda ko'z doktorlar bittasi yozib berdimi, ikkinchi, uchinchi, 3 ta doktorniki juda o'xshash bo'ladi. Sizda unday emas. Farq qiladi. Uchalaringizniki farq qiladi. O'shaning uchun men qo'rqaman. To'g'risini aytsam, nevropatologga albatta aytaman, bir 2 ta, 3 ta doktorga ko'rsasan, hammasi o'xshash chiqsa, qil, o'xshash chiqmasa, bor Toshkentga deyman. Addusha aytaman, rost aytaman. Chunki men o'zim bolamdan o'shansan o'tkazganman. Agar men o'shansan 20 ta lecheniyaning olganimda, o'sha bu yerda yozilgan bir spiska lecheniya olganimda, u bolaga qaysidir tomonlama ziyon qilishi mumkindir bu narsalarda. Bu masalan bosh og'riq bilan tekshirganda. O'shaning uchun azizlar, agar bolangizda eho qilib boshida давление черепной berdi dedimi, MRT qiling. Обязательно. Albatta. Agarda chaqaloq bo'ladigan bo'lsa, neyrosonografiya tekshiruvi bor. Ya'ni liqildoqlar, katta liqildoqlar ochiq bo'lsa, UZI datchiklar yordamida qo'yib, shu qorinchalarning razmerini ko'rish mumkin yoki shu so'barakning bo'shliq razmerini ko'rish mumkin. UZI doktor ko'rib beradi, to'g'rimi? UZI doktor ko'rib beradi. Nima deb направление berasiz ularga? Направление neyrosonografiya deb направление beramiz. Demak, chaqalog'ingizda demak bosh og'riq beradigan bo'lsa, demak birinchi neyrosonografiya qilishingiz kerak, keyin uni danisi bilan nevropatologga ko'rsatishingiz kerak, demak. Chunki yosh bolachalarda, lekin men bolam 5 yosh bo'lsa ham MRT qildirdim. MCKT qildirdim. Anusini bilib oldim o'sha черепноyda исключить qildik-da. Atak 3 ta nevropatologga bordik. Oxiri keyin alhamdulillah topib, o'shansa lecheniya qilib, o'sha bilan yaxshi bo'lib ketdi. Lekin umuman olganda o'sha xato qilishimizga olib kelardi-da. Chunki qo'lida apparati bor ko'pchiligida. Yozib beradi, falon xonaga borasan, eho qildirasan. Qildirgandan keyin keladi, qo'lida danida turibdi. Черепной, keyin sizga to'liq черепнойga. Endi u doktorda ham aybi deb bila olmayman. Endi chunki u doktorda balki MRT ga yubormas, balki MRT ga yuborishdan ba'zi bemorlar aytadi, sizlar deydi MRT ga yuborasizlar, MRT ga yuborgandan sizlarga atkat bor, unday bunday deydi. Asosiy narsa MRT da, mana hozir ko'rib turganingizdek, bitta MRT qilsangiz chiqadi. Hal bo'ladi hammasi. Shunday, men biza bitta yana bittasi aytaman, yoshlanish bor, ko'zda yoshlanish. Dakretizit kasalligi bor. Dakretizit kasalligida men MCKT qildiraman. Albatta qildiraman MCKT. Perdash pazm bo'lsa, ko'zning yosh kanalini yuvib ko'raman, kanal yopiq. Operatsiya qilish kerak, bilaman. Lekin burunda MCKT qilib ko'raman. Burun qiyshiq-qiyshiq bu bir nima bo'lib yotib, burun ichida chandiqlar yoki burun ichida bu panolar bor, konxalar kengayib yotgan bo'lsa, yo burun qiyshiq bo'lsa, yo bir qanaqadir nimadir bo'lsa, kanalni yopib qo'ygan bo'ladi-da, uni siz burun ko'zda operatsiya qilamiz biz. Ochilmaydi hech qachon. Qaytadan qilishga to'g'ri keladi. Men shuncha MCKT qildiraman, ko'raman. Burun tomonlama muammo bo'ladigan bo'lsa, lor bilan birgalikda kanalni ochib, endonazalni qilib turib qo'yilsa yaxshi ketadi. Agar o'shani MCKT qilmasangiz, bilmaysiz, rentgenni 25% beradi, u uni chiqarmaydi u-da. O'shaning uchun kasalga yozib beraman, MCKT qilib kelayman. Qilib keladi, ko'raman, ko'rib, yo lor bilan birga, yo bizda o'zimiz ochib beramiz kanalni. O'shaning uchun ko'zingizda agar yoshlanish bo'ladigan bo'lsa, ko'z doktor MCKT ga yubordimi, u sizga atkat uchun emas bu. Bu sizni ko'zingizni kasalligini bilish uchun. Men qayerdan xohlasang o'sha joyga o'tib ketayman. Yaqinroq bo'lsa, birortasini aytishim mumkin. Men shu yerda qilib kelaman. Masalan, Farg'onaga boraman. Men u yerdagi klinikalar bilmayman. Qaysida MCKT bor yo. Samarqandga boraman. Samarqandda 2 ta klinikani yaxshi bilaman. Shifonur klinika MCKT yaxshi qiladi, haqiqatan Zarmet klinika yaxshi qiladi. Shu ikkalasini aytaman, shu borib turib ikkalasidan bittasida qilib ketayman. Endi Shifonur klinikada ham yaxshi qiladi, unda ham yaxshi qiladi. O'sha lekin yozib qo'yaman diagnozga, dakretizit nimaga urg'u berish kerak deb turib. O'shaning uchun sizda ham masalan MRT bo'ladigan bo'lsa, shu o'rinda bizda ham bo'ladi. Ayrim holatda MRT qilish shartmi degan holatlar bo'ladi. Mana praktikamda yaqinda bir 50 yoshli ayol kishi keldilar. Boshda og'riq. Birlamchi bosh og'riqlarining hech qaysisiga o'xshamaydi. Migrenga ham o'xshamaydi, zo'riqish bosh og'rig'iga ham o'xshamaydi yoki emas klaster bosh og'rig'iga ham o'xshamaydi. Bu demak ikkilamchi bosh og'riq, demak uning boshqa sababi bor.
Shuning uchun bu bemorni boshida kuchli og'riq bor, MRTga yubordim. Shu paytgacha MRT qilinmagan hali. Bosh og'rig'i taxminan 3 oy, 2 oy, 3 oy oldin boshlangan. Ikkita holat bo'ldi. Xuddi shunaqa o'xshash holat. Ikkala bemorda ham MRT qildirganda bosh miyada o'sim aniqlandi. Demak, объемный образование, hajmli hosil chiqdi va uni hech qanaqa davom olajlasi qilmasdan to'g'ri neyroxirurgga yubordim. Ya'ni to'g'ri yo'naltirish uchun. Bu holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun agarda nevrolog sizga qo'shimcha tekshiruv, MRT yoki MSKT tekshiruvni aytganda o'ylanmasdan borish kerak bo'ladi. Sababi bu o'z sog'lig'ingiz uchun, o'z xotirjamligingiz uchun qo'shimcha tekshiruv qilganda yaxshi keyinchalik davom olajlarini olganda yaxshi natijaga erishish mumkin. Shuning uchun albatta tekshiruvlarni qilish kerak bo'ladi. Men bitta ayol kishini bilaman, yaqinda bo'lgan narsa. Ko'zda xiralik bilan keldi. Nervini ko'rdim, sog'lom. Ko'z yaxshi ko'rmay qolgan. MRT qilasan dedim, aneurizm bilan qilasan dedim. MRT olib keldi. Siz aytganingizdek, obrazovание turibdi-da. Neyroxirurgga bordi, kallasidan o'shansani oldirib tashadi, burun orqali borib olib tashadi. Olib tashadi. U kasal meni har safar kelganda rahmat deydi. Bolam deydi, meni ko'zim ochildi, o'sha bilan yaxshi bo'lib ketdim deydi. Uni men ko'zga dorilar yozib berib, ukollar yozib berib, shamollashga deb yozib berib, o'tkazib qo'yganimda nerv qurib qolardi. Mana o'sha gipofizni bosib turishdan. O'sha gipofiz degan bez bor miyada, shunday xiyazma degan перекресток bor, o'sha joyda turadi. U bezni bitta tomoni butun organizmda gormon boshqaradi, gormonni boshqaradi. Butun hamma joyingiz o'shanga bog'liq gipofizga, butun. Hattoki sizni agar mabodo jinsiy quvvatingiz kam bo'lsa ham o'sha gipofizni ham tekshirib qo'yish kerak. Ba'zida o'sha gipofiz bezidagi muammolar sizda jinsiy zaiflikkacha ham olib borishi mumkin. Ko'zni xiraligi bilan bog'liq bo'lgan narsada biz aytamiz, shunday ko'zni ko'raman, частичный atrofiyasi bor, gipofiz bezida o'zgarish bor, gipofiz bezida o'zgarish bor, adenoidi bor, adenoma gipofizi bor. U kelib qoldi, ko'rdim. Sizda endokrinolog bilan neyroxirurgga davolash kerak. O'sha sekin bemor agar yoshlari normal возраст bo'lsa, u erkak kishi bo'lsa, sekin so'rayman, aka, jinsiy faoliyatda ham nimadir o'zgarish bo'ldimi deb turib. Desam, haqiqatan dedi, men shunday shu muammolar bor dedi. Sekin so'ragan holatda. O'shanaqa holatlarda endokrinolog bilan neyroxirurg birgalashib davolaydi. Uni urolog davolamaydi uni. Shunaqa. Uni urolog ikkalasi davolaydi, yaxshi bo'lib ketadi. Ko'zi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi tomonlama jinsiy hayoti yaxshilanadi. O'shaning uchun bu umumiy narsa. Keyingi safaringizda Xudo xolasa bir endokrinologlar bilan birga ham bitta yaxshi endokrinolog bor. Birgalikda podkast qilamiz. Haqiqatan ham endokrin muammo, ham nevrologik muammo, ham ko'z muammosi bilan bo'lgan bemorlarga bu albatta kerak bo'ladi. Bu ba'zi sindromal patologiyalar bor, birgalikda uchraydi. Uchalasi birgalikda davolanmasa bo'lmaydi. Ayniqsa hozir diabetlar, qandli diabet bilan bo'lgan bemorlarda ham juda ko'p miyada o'zgarish bilan keladi. Retinopatiyalar, neyroretinopatiya bilan keladi. Polineyropatiyalar keladi. Ko'zda o'zgarishini biz davolaymiz. Lekin bitta men nevrologik aytaman-da kasalga. Siz deyman, men bu ruchkani deyman. Men shunday tursin deb asab qilasiz deyman. Bunday turish kerak deydi. Men shunday turish kerak deb bolalar bilan asab qiladi-da. U diabet bemor avval unday bo'lmagan u. Sahr shunaqa qilib turib, ensefalopatiya bergan. Ensefalopatiya, bosh miyaga zararlanish. Uni birgalikda siz bilan davolamasak, uni tuzatib bo'lmaydi. Biz ko'z tomonlama davolayveramiz, bitta kuchli asab qiladi, ichi qotadi, qon tomirni yoradi. Bu yoqdan davolayverasiz, bu yoqdan ketaveradi. O'shaning uchun birgalikda davolasak, Xudo xolasa bemorlarga foydali bo'ladi bu narsa. Ayniqsa o'sha diabetda qo'shimcha ravishda o'sha ko'z bilan zararlanish bilan birga qo'l oyoqlarda uvish juda ham ko'p kuzatiladi. Diabetik polineyropatiya. Diabetik polineyropatiyada o'zini maxsus belgilari bor. Qo'lda xuddi perchatka kiygandek, barmoqlardan xuddi mana shu joygacha, oyoqda naski kiygandek, paypoq kiygandek, o'sha to'piqqacha bo'lgan sohada uvishish, jimirlash, muzlash, mahalliy haroratni o'zgarish holati yuzaga keladi.
va sezgi ham yo'qoladi. Polineuropatiyani o'zini maxsus turlari bor, sensor turi bor, sezgi yo'qoladi. Yaxshi sezmay qoladi issiqni, sovug'ni. Yoki bo'lmasa motor turi bor. O'sha joyda harakat kuchi kamayadi. Yoki sensomotor turi bor. Ham sezgi yo'qoladi, ham harakat yo'qoladi. Shu turlari ham bor. Demak, diabetni asorati sifatida nervni zararlanish. Va sizdagi holat diabetni asorati sifatida retinopatiyalar bo'lish. Shu holat ham juda ham ko'p kuzatiladi. Bu diabet kasalligining asorati hisoblanadi va bu holatda albatta yuqorida aytganingizdek oftalmolog, nevrolog, endokrinolog bu komanda bo'lib ishlash kerak. Shundagina bemorda yaxshi natija olsa bo'ladi. Nefrolog ham qo'shiladi. Albatta. Chunki nefropatiya ham juda ko'pchiligida poshga ketib qolgan bular. Yaqinda xudo xolasa bir podkast qilamiz. Bizda ko'zda tubi bo'yicha mutaxassisimiz bor. Ko'zdagi o'sha Farisa Shuhratna degan doktorimiz, ularni taklif qilamiz. Sizni bitta endokrinologimiz bor, ularni taklif qilib turib birgalikda bir podkast qilishimiz kerak. Chunki hozir o'ylab turibman, buni kerak ekan. Hozir men siz bilan bugunga nodan juda men ko'p narsa oldim o'zim uchun. Bemorlarga tavsiya berishda, bemorlarni davolashga, bemorlardan o'qilishga menimcha hozir bizni kuzatib turgan odamlarga faqat foyda bo'ldi deb hisoblayman. Va bizda ko'p siz bilan temalarimiz bor. Hozir g'ilaylik bo'yicha tema qilishimiz kerak. Juda ko'p narsa. Nistagim bor. Nistagim turibdi. U bo'yicha juda ko'p narsa aytishimiz kerak. Undan tashqari ko'zdagi harakatlari bo'yicha, ko'zdagi xiralashlar bo'yicha, skatomalar bo'yicha, ko'zdagi og'riqlar bo'yicha, glaukomani qaysi turlarida qanaqa og'riqlar bo'ladi, boshda qaysi tomonda og'riq bo'ladi, bu bo'yicha ko'ruv maydonining o'zgarishlari, juda ko'p gemonopsiyalar, turli tuman analar bo'yicha sizga umumlashgan holatlarimiz juda ham ko'p. Hattoki travmatik midriyazlarda biz qorachiqda pupilloplastika qilib turib operatsiyalarni qilamiz. Men kecha ham bitta amakini operatsiyasini qildik. Travmadan keyin ham gavhar xiralashgan, ham qorachiq kengayib ketgan. Uni biz qorachiqni toraytiradigan operatsiya qilamiz. Chunki uni nevrologik dorilar bilan tuzata olmaysiz. U ancha eski. Va uni qorachiqni kichkinlashtirmasak, bemor yaxshi ko'rmaydi. Uni kichkinlashtirgan operatsiyasini qilib berdik. Bugun bemor xursand bo'lib ketdi. Ham davleniyasini tushiradigan shunaqangi ular bor. Men siz bilan podkastlarimizni menimcha keyingilari bundan ham qiziqroq bo'ladi. O'rtoqlar, kuzatuvchilar, menimcha sizni bemorlaringizni o'zi sizga navbatga ko'p odamizda. Ayniqsa biz Qarshida bir kunga borasiz, haftada bir kunga borganingizda kirisha olmaydi navbatga. Kirisha olmaydi navbatingizga. Chunki men sizdan shifo topgan bemorlarni ko'pini bilaman. O'zimda nevrologik kasallarimda sizni tavsiya qilaman. Hozir ham vizitkangiz qolmadi menda umuman. Bundan hozirgi ko'rgan bizni podkastlarimizni ko'rgan bemorlarimiz juda ko'pchiligi sizni izlaydi va topadi va sizdan shifo topadi degan umiddaman. Chunki ko'z bo'yicha va nerv bo'yicha bo'lgan bemorlarimiz juda ham ko'p va bizni kuzatib turgan bemorlar ham juda ham ko'p bo'ladi va bu har tomonlama bemorlarga foyda beradi degan umiddaman. Rahmat kattakon taklif uchun. Xudo xolasa keyingi podkastlarda ham yana ham boshqa mavzularga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Barcha bemorlarga Alloh shifosini bersin, bizni sababchi qilsin. Taklif uchun rahmat. Rahmat katta. Azizlar, agar sizda mana bu bugungi podkast bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. O'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Biz buni inobatga olamiz. Sizda ham qanaqadir shunaqangi muammolar bo'ladigan bo'lsa, qo'limizdan kelgancha sizni muammoingizni bosh bilan, ko'z bilan bo'lgan muammoingizni birgalikda hal qilishga harakat qilamiz. Biz yonma-yon klinikada ishlaymiz. Endi nasib bo'lsa kelajakda balki inshaalloh birga ishlashlar ham nasib etsin. Hozir mana biz bu muammoni o'zimizgina davolamasdan birgalikda nevropatolog, lor, endokrinolog, ko'z doktor birgalashib davolaydigan kasalliklar bor. Bitta o'zi tuzata olmaydi. Bemorlar yuraveradi, yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, hech
qiynalib asosiy sababini topmasdan va kelajakda bu qanaqadir bir yomon asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun sizda shunaqangi muammolar bo'lsa, albatta yozib qoldiring. O'zingizni fikrlaringizni bering. Ko'proq qancha bunaqa holatda odamlar bilsa, ko'proq odamlarga foydamiz tegadi degan umiddamiz. Sizdan bu narsa uchun hech qanaqa pul talab qilganimiz yo'q. Sizga hozir mana biz ishdan keyin hozir shuncha vaqtimizni sarflab atayin. Bu faqat yaxshilik qilish uchun, sizdan pul topish niyatimiz uchun emas, qanaqadir bir iqtisodiy tomonlama emas. Bu sizdan ketadigan narsa, bu albatta klass bosish va buni o'zingizni tanishlaringizga ulashishingiz, bu qancha odamlarni sog'lig'ini tiklashga yordam qilishingizdir.